Assalomu alaykum Xorazm Fasad YouTube kuzatuvchilari, nasib etsa bugun biz Shovotdamiz. Shovotni O'zbekiston degan joyimiz Turkman chegaraga yaqin ekan. Xudo xolasa o'zlarimizni fasadni plitkalarimizni yetkazib berdik bu yerga. Ko'rsangiz bo'ladi, o'zi ko'chada bir dona bo'lib xo'sray bo'lib turibdi. Kimga shunday fasadni plitka kerak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etaverasizlar. Galing yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bu yerga pastlarni boshi Sokoldan aytib berdik, yonboshlarini Dubaydan aytib berdik. Podrashif yamalımız bo'ldi. 4 mushdan ko'pincha yonboshlari timaloq, 4 mush shunga qarab farq etadi. Patologlarni ham o'zlarimiz ro'shan aytib berib qo'ydi. Yetishib bilmadik, ro'shan yetib ekan. Bo'lmasa videoga ro'shan ham tushirsak kerak. Yonboshlarini ko'rsangiz bo'ladi, chetlari lis bo'ladi, umuman ochiqchagi kam edi. Xudo xolasa uyni egasi ham mamnun. Qop-qora bo'lib, xo'sray bo'lib turibdi. Ko'rganlaringizdek, lakursa uchun qop-qora bo'lib, xo'sray bo'lib turadi. Ishlangan ash turib susab yusangiz ham bo'ladi. Patologlar bilan oq-qora svetni chap turganlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Video davomida hammasini ko'rsatib o'tamiz. Fasadni plitkalarimizni 15 yil kafolatini beramiz. Xudo xolasa nasib etsa, sho'rashmasligini uyingiz samolloy bo'ladimi, suvolloy bo'ladimi, hammasini garantiyamiz bor. Nasib etsa, bemalol murojaat etaverasizlar.